Assalomu alaykum yaxshi bugun kuzatuvchilari, sizlar uchun mana izlanishda davom etamiz. Termotravel'ga termopanel mahsulotlarimizni ko'rgandinglar. Bunisiga nima deysizlar? Termograntlarimiz. Mutlaqo yangi mahsulotlarimiz. Buni kafilniklar yordamida ham suvoy materialni tersa bo'laveradi. Usti kafil bo'ladi, orqasi penoplast bo'ladi, santimetr penoplast. Bemalol devor tanlanmaydi. Har qanday devorga so'nib taqsak bo'laveradi. Hozir holatda devorimiz juda ham qiyshiq holatda bo'lgan. Ash holatga keltirib chiroylab berib tashladik. Buni rekaga yoki profillarga ustunovka qilsak bo'laveradi. Devorda qizig'i yo'q. Mana shunday holatda loy suvoq bo'ladimi, qum suvoq bo'ladimi yoki shlaka bo'ladi, g'ish holatda bo'ladimi? Har qanday holatda ustunovka qilsak bo'laveradi. Bemalol uyda izolyatsiya qiladi, issiqdan sovuqdan saqlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zining maxsus krepleniyalari bor, shundan qotirib ketilgan suvoy montaj holatiga. Buni kafilniklar yordamida ham tersa bo'laveradi. Istalgan rangda, istalgan farzanda chiqarsa bo'laveradi. Boshqa holatda tersa ham bo'laveradi, mana shu holatda tersa ham bo'laveradi. Keyin buni ranglarini qizig'i yo'q, sokol qismlariga ham qilsa bo'laveradi. Eng asosiysi ko'pchilik xohlaydigan narsa yusa bo'ladimi, arsa bo'ladimi deyishadi. Mana bemalol yusa ham bo'ladi, arsa ham bo'ladi. Usti glansiviy bo'ladimi, matviy bo'ladimi, qizig'i yo'q. Bunga layk ham shart emas. Uzoq muddat xizmat qiladi. Hamma kafilda qanaqaligini biladi. Misol sokol qismlariga terilgan, lekin devor qismlariga, devorga mos tushadigan ranglari hozir o'zimizda chiqyapti. Agar bizda yo'q variantlari bo'lsa, o'zingiz bemalol tanlaysiz, o'shani orqasiga mana shunday ko'kaklardan ustunovka qilib beramiz. Istalgan shaklda chiqarib beraveramiz. Mana shu mahsulotlar yoki xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib olasizlar. Pastda nomerlar bor. Asosiysi bitta like emasdan like bosib, kommentda o'z fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.